Assalomu alaykum, to'rdagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz Angliya yozuvchisi George Orwell yozgan 1984 degan romanni o'qishni davomlashtiryapmiz. Har qaysi do'stlarning Izbasar YouTube kanaliga a'zo bo'lib qo'yishini umid qilaman. Oldin qismda biz Winston bilan Julianing O'Brienning yiniga kelib, partiyaga qarshi tashkilotga a'zo bo'lgan yerlarni o'qib o'tgan edik. Әмді davomini qo'ymiz. Winston o tulumu bimalollik bilan siz apelsin va limonlar, sinit, kimnit, shundoq jaranglar degan kona naqshini anglab boqqanmi deb so'radi. O'Brien bishimlangishdi va tulumu sipoyilik bilan oxirsini tushirdi. Apelsin va limonlar, sinit, kimnit, shundoq jaranglar. Sen bana 3 farsın qazdar, Sinit Martin şundaq jaranglar. Qaçan bana töləb bersen, Kona beyli şundaq jaranglar. Mən obdan bay bolğanda, Şurdi çirkavi şundaq jaranglar. Mən ən axırqı misrasını biletdim. Əmdi siz qaytmışsınız bolmaydı. Həras, toxtang. Bunu tabletlarını elib elin. O'Brien Winstonga qo'lini tanladi. Uning kuchlik alqanlari Winstonning alqinining so'ngaklarini g'irsitib etdi. Ishning yeniga kelganda u burilib O'Brienga yana qaradi. Ammo O'Brien Winstonni birdamla unutib ketishni boshlagandek ko'rindi. Uning qo'llari tomdagi kunuk ustida turadi. U saqlayotdi. O'Briendan yiroqroq yerda uning yeshil nurliq chiroq ostidagi ustili xotirligich. Ustalning yinda bo'lsa qog'ozga tushib ketgan bir to'r sivat turadi. Bu ish oxirlashdi. 30 sekund ichida O'Brien partiyaning boya to'xtab qolgan muhim xizmatlarga yana tushib ketadi. Winston harg'inidan shilimdek chaplashib ketdi. Shilimdek degan so'z uning kallasiga tabiiyla kelgan edi. Ham hozirgi holati obdalla ifodalab beradi. Uning badini meva uyutmasdek yumshoq bo'lib qolmasdan yana uningdek yerim suzuk bo'lib qolgandek edi. Agar u qo'lini ko'tarib qarasa, quyosh nuri uningdan o'tib ketadigandek his qilib qoldi. Xizmat miqdorining jiq eg'irligidan uning badindagi butun qon, limfa suyuqliklari eqib tugab faqat teri, nerva, iskeletlar qolgandek bo'lib qolgan edi. Sezgurlarimi ziyoda sezimchan bo'lib ketgandek edi. Formasimi uning murisiga surilib beoram qilyotdi. Yo'lda mangsimi puti og'ir etdi. Hatto alqonlarini ichib, yumushimu bir jafoliq ishqa aylanib qolgan edi. 5 kunning yoqi u 19 soat ishlayotdi. Ministerlikdagi boshqalarmi shundoq edi. Mana endi bu aldirash xizmatlarmi bir qator oxirlashgan. Әтегенгече qildigan hech qanday xizmatmi yo'q edi. U 6 soatni maxfiy uvusida, qolgan 9 soatni uydagi karvatda o'tkazalaydi. Hozir tushdan keyin havo bakli issiq edi. U Charrington apandining uyiga boradigan bir tor, meynat ko'chada ketayotdi. Yo'lda mang'ach bir ko'zi chorg'uvchilarda edi. Shundaqdimi, uningda bugun tushdan keyin ansirgidek hech kim yo'q. Hech ish bo'lmaydi degan bir tuyg'u bor edi. Elib olgan eg'ir xizmat so'mkisi. Har qadam olganda uning tizg'a tegib, uning putining terilarini beoram qilyotdi. Uning ichida heliqi kitob bor edi. U kitobni qo'liga olg'ili 6 kun bo'lgan bo'lsa-mu, o'qish emas, bir qarashqimi oromlik bo'lmagan edi. Nafrat haftasining 6-kuni namoyish, nutuq, vaqarash, jaqarash, naqsha, kanay dumboqlarning yangrishi, marshqa dassash, tanklarning guruldab mingishi, aeroplan paratlari, osmonga tatilditib o'q etishlardan keyin bu umumiy asabiylik shundoq bir pallaga yetdiki, agar nafrat haftasining oxirgi kuni darg'a esilgan 2000 yevro Osiyolik mahbuslar qo'yib beriladigan bo'lsa, xaloyiq ularni qiyma-chima qilib etgan bo'ladi. Dal mana mushu paytda Okeaniyaning yevro Osiyo bilan emas, balki Sharqiy Osiyo bilan urushda ekanligi, Yevro Osiyoning ittifoqdosh ekanligi jakarlandi. Albatta, bundaq bir o'zgarishning bo'lganligini hech kim ochiq e'tirof qilmadi.
Faqat nayt tuyuqsizlar. Hamma yerda, hamma odam dushmanning Yevro Osiyo emas, Sharqiy Osiyo ekanligini uqdi. Bu jakarlanganda Winston Londondagi bir markaziy maydondagi bir namoyishga qatnashyotdi. U chaq kecha bo'lib, oq chiroq va qizil bayroqchilar hamma yerni yo'ritib o'tgan. Maydon necha ming odamga to'shib ketgan edi. Maydonning bir bo'lingida ishpiyonlarning formasini kiyib olgan biror ming maktab bolasi bor edi. Qizil raq tortib yasalgan sahnada ichki partiyaning bir notig'i yuksak hayajonda ommaga bir nimalarni so'zlab o'tadi. U jo'g'i kichik, ammo bilaklari uzun, cho'ng taqir boshlarida bir necha tal tukdan boshqa hech nimasi yo'q odam edi. Bu pakinak sahnada g'azabdan titrab ketgan, bir qo'lida mikrofonni ching siqimlab olgan, yana bir o'ruq bilikining uchidagi yelpigichdek alqonlarini havoda qattiq silkib, kanaydan yangrab chiqayotgan metalsimon ovozi bilan dushmanning qirg'inchiligi, buzg'unchiliklari, puhralarni bombalaganligi, kelishimlarga xiloflik qilganligi, mahbuslarni xo'rlaganligi, bosqinchilik, tajovuzchiligi qatorliq inson qalbidan chiqqan jinoiy qilmishlarini chin qilib so'zlayotdi. Uning so'zlarini anglab ishonmay turolmaydingiz. Birdamdan keyin sizmi asabiylashadingiz. Pastdagi ammo g'azabdan qaynab ketgan. Pat-patla sahnadagi notiqning ovozi, pastdagi necha ming ommaning yovvoyilarcha g'azab nafratdan to'lg'an ovozlarining ostida qolatdi. Hammadan bakrak asabiy, yovvoyi ovozlar avu maktab bolalaridan kelyotdi. Bu nutuq biri oldirabla sahnaga chiqib, avu pakinakning qo'liga bir parcha qog'ozni tutqizib qo'yg'icha taxminan 20 minut atrofida davomlashdi. U so'zini to'xtatmasdan qog'ozni ichib o'qidi. Uning ovozi, harakatlaridan hech nima o'zgarmadi. Nutuqning mazmuni o'zgarmadi. Faqat ismlarla almashdi. Hech qanday eskartish berilmasimi, ammo tezla buni tushundi. Okeaniya Sharqiy Osiyo bilan urushda. Cho'ng bir patparaqchilik boshlandi. Maydondagi barliq bayroqchilar, tashviq plakatlari hammasi xato edi. Bularning yarmidan ko'pragida dushman emaslarining bosh rasmi bor edi. Bu bir maqsadlik buzg'unchilik edi. Goldistiyning odamlari harakatda edi. Maydonda cho'ng bir isyondek ko'rinish zohiri bo'ldi. Tomlardagi tashviqot rasmlari so'yib etildi. Bayroqlar yirtilib, dastlab chaylandi. Bala ishpiyonlar nihoyat chaqqonlik bilan o'giza turxullarga yomishib chiqib, bayroq xodlarini elib etdi. Bularning hammasi faqat 2-3 minut ichida tamom bo'ldi. Sahnadagi notiq texicha bir qo'lda mikrofon, yana bir qo'li havoda. Oldiga ingishginicha so'zini davomlashtiryotdi. Birer minutlardan keyin omma orasida yangi bir g'azab to'lqini ko'tarildi. Voqirash, jaqirashlar yana avjiga ko'tarildi. Nafrat yanala avvalgidek davomlashaverdi. Faqat nafrat obyektini almashqa edi. Notiqning jumlaning o'rtasida gapini almashtirganda to'xtabmi qolmasdan, hatto jumlaning statistik qurilmasini buzib solmasdan shundaq bemalol davomlashtirayotganligi Winstonni qattiqdan qoldirdi. Ammo shu topda uning qalisi boshqishda edi. Bu dal shu tashviqot rasmlari yirtilayotgan qalaymaqonchilik ichida yuz berdi. Biraylan Winstonning orqasidan kelib Winstonga "Efendim, sumkangizni tushirib qo'ydingiz", dedi. Winston huduqqindan gapmi qilolmay sumkani oldi. Winston u odamning chiroyini ko'rmadi. U sumkaning ichiga qarag'uchilik fursatda yana necha kun ketadiganligini biladi. U namoyish oyoqlashibla garchi soat 23 bo'lib qolgan bo'lsa-mu, udul haqiqat ministrligiga keldi. Ministerlikning boshqa barliq xizmatchilari mo shunda qilgan edi. Ularning hammasini ministerlikka qayta kelishga chaqirish uchun ekran orqali farmon e'lon qilishning hech qanday zaruriyati yo'q edi. Okeaniya Sharqiy Osiyo bilan urush dedi. Okeaniya azaldan Sharqiy Osiyo bilan urush dedi. 5 yildan buyanqi sanoqsiz siyosiy yozma materiallarning mutlaq ko'p qismi bekor bo'lib ketdi. Barliq xotira, doklad, kitob, jurnal, gazet, qo'llanma, kinofilm, naqsha she'r, rasm qatorliq hamma narsani chaqmoq tezligida o'zgartib o'ngshab chiqish lozim edi. Garchi biror aniq yo'l yo'riq tushmagan bo'lsa-mu, hammaylan boshqarmalarning boshliqlarining hammasining
bir hafta ichida burun Yevro Osiyo bilan urush bo'lganligi, Sharqiy Osiyo bilan ittifoqdosh ekanligini bildirib qo'ydigan har qanday iz materialning mutlaq yo'q qilish xizmatini o'rinlashtirganligini bilatdi. Xizmat miqdori haddidan ziyoda og'ir edi. Yana kelib, xizmatning o'zini mushu nomda atashqa bo'lmaydi. Arxiv boshqarmasilarning hammasi 24 soat ichidagi 2-3 soatlik uyqudan boshqa 18 soatlik muqim ishladi. Matraslar koridorlarga silinib ketdi. Oshxona xodimlari chaqli qarularda sandvich va zafar qahvalarini yetkazib turdi. Winston har qatim birdam ko'zimni yumib olay deganda amal qilib xizmatini tugatib etib ondan uxlaydi. Ammo har qatim bishi og'ir, qapoqlarini ocholmay, ustal kelganda bo'lsa, ustal oldi burun döva qog'ozlarga to'shib ketgan bo'ladi. Xotirlagichni bo'ynigacha besib oladi. Hatto ustalga patmay yerga mushib ketadi. Shunga uning qilgan birinchi ish qilgudek yer hozirlash uchun dövinib ketgan qog'ozlarni ratlash edi. Bu ishning odamning eng jinini qaqshitgan yeri shuki, bu butunlay mexanik xizmat edi. Ko'pincha hollarda bir ismning o'rniga yana bir ismni almashtirib qo'ysa bo'ladi. Ammo uşaq tafsilotlarda o'z ichiga olgan har qanday bir material astoydillik va tasavvur talab qiladi. Hatto ma'lum urushning o'rnini dunyoning bir yeridan yana bir yeriga almashtirish uchunmi belgilik jug'rofiya bilimi bo'lmasa bo'lmaydi. Uchinchi kuni uning ko'zi chidag'usiz og'rib ketdi. Ko'zaynikini 2-3 minutda bir surtmasa bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Bu ish xuddi odam rad qilish huquqi bordek bilinadigan, shuning bilan birga balduroq tugatuvchi kelib ketadigan og'ir jismoniy emgakka o'xshash xizmat edi. U hozir eslab boqsimi, uning xotirlaguchga deydigan har bir og'iz so'zi, yozadigan har bir xatining nihoyatda inchga o'ylab chiqilgan bir yolg'on ekanligidan iborat bir ishmi, uni shu ishni qilayotgan vaqtning o'zida beorom qilmagan edi. U boshqarmadagi barliq xizmatchilardek bu o'ydirmachilikning nihoyatda mukammal bo'lishini umid qiladi. 6-kuni atiganda turubidan keladigan materiallar oz edi. Yarim soatgacha hech nim kelmadi. Uningdan keyin faqat birla yo'gam narsa keldi. Shu vaqtning o'zida boshqa bo'limlardami jiddiy xizmat xeylilar pasaygan edi. Butkul boshqarmani cho'nqur va sirliq bir uf tortish sipab o'tdi. Hech kim tilga elishqa petnolmaydigan bir buyuk xizmat tamomlangan edi. Mana hozir hech qanday bir inson bolasining urushning Sharqiy Osiyo bilan emas, Yevro Osiyo bilan ekanligini isbotlaydigan biror moddiy isbot hujjat topilishi mumkin emas edi. Soat 12da ushtumtut ministerlikdagi barliq xizmatchilarning atiyangacha dam oladiganligini uqtirish qilindi. Winston xizmat qilganda chetiga qisib olgan, uxlaganda ostiga besib olgan qora sumkani ilib uyiga keldi. U avval soqollarini oldi. Suv tuzuk ilmagan bo'lsa-mu tas qoldi, munchidla uxlab qolg'ili. U palambaydan ustidagi hujurga chiqqanda bo'g'imlari g'irislab ketdi. U horg'in ammo uyquliq emas edi. U derizini ochdi va kichik maynat o'choqqa suv qaynatish uchun o't yoqdi. U qahva damlamoqchi edi. Juliyaning keladigan vaqti bo'lib qolgan edi. U yiliqi yulanchuklik o'rindiqda o'ltirib, qora sumkani ochdi. U kitobni o'qimoqchi bo'ldi. U qara muqobiliq og'ir kitob bo'lib, tüplanishimi qo'polroq edi. Muqovasida yo avtorning, yo kitobning ismi yo'q edi. Kitobga besilgan xatlarmi sal boshqacharoq edi. Varaqlarning burjaklari qatlashib ketgan. Tüplangan joylarimi bo'shab ketgan bo'lib, nurg'un qo'ldan o'tganligi chiqib turadi. Bosh betida munda xatlar turadi. Oligarxiyalik kollektivizm haqida nazariya va amaliyot. Immanuel Goldstein. Winston o'qishni boshladi. 1-bob. Nodonlik qudratdir. İnsanlar tarixiy xotirlagan davrlardan bo'libmi, yangi tosh qurollar davridan boshlab, insonlar jamiyatida yuqori tabiqa, o'rta tabiqa va tuan tabiqadan iborat 3 tabiqa odamlar turkumi mavjud bo'lib keldi. Ular yana o'xshamagan nurg'un kategoriyalarga bo'lindi. Ularning ismi, soni, bir-biriga tutgan pozitsiyasi o'xshamagan davrlarda farqli bo'lib keldi. Lekin jamiyatning tüp qurilmasi o'zgarmadi. Xuddi
Giroskop ikki tarafga qanchalik og'sun, yanala o'zining tamponligini saqlagandek. Jamiyatda davomliq cho'nqur inqilob va asliga keltirib olg'ili bo'lmaydigan o'zgarishlar bo'lib turgan bo'lsa-mu, tüpki andiza shu peti saqlanib keldi. Bu uch tabiqining maqsadi kelishtirgili bo'lmaydigan darajada ziddiyatlik edi. Winston o'qishdan to'xtadi. U faqat o'zining shundoq aromida o'ltirib kitob o'qiyotganligidan bir huzurlanish maqsadida to'xtagan edi. U yolg'iz edi. Ekran tingshug'ishlar yo'q edi. Pat-pat ansizlikdan u yoqqa, bu yoqqa qarab solmaydi. Kitobni aromida varaqlaydi. Yozning yiqimliq shamili uning mang'zini sepab o'tadi. Biroq bir yerlardan bolalarning tovlashgan ovozlari anda-munda quloqqa kirib qoladi. Uyda tomdiki soatning chikildishidan boshqa ovoz yo'q edi. U yo'lanchuklik o'rindiqqa obdalla cho'kib, bo'yinlarini taxtayga ilib joylashdi. Bu bir cheksiz baxt oxirlashmas abadiylik edi. U tuyuqsiz chuqum qayta-qayta o'qimasa bo'lmaydigan bu kitobni qo'liga olgandek, xohlagan bir yerini ochdi va 3-bobni ochqaydi, u yana o'qishni davomlashtirdi. 3-bob tinchlik urushdir. Dunyoning darajadan tashqari 3 cho'ng davlatga bo'linib ketadiganligi 20-asrning o'ttirlarida faraz qilg'ili bo'ladigan ro'shan bir amaliyot edi. Yevropani Rossiyaning, Angliyani Amerikaning yutilishi bilan Yevro-Osiyo va Okeaniyadan iborat ikki kuch shakllandi. Uchinchi kuch Sharqiy Osiyo bo'lsa qalaymaqon urushlardan necha yillar keyin andin maydonga keldi. Bu üç davlat orasidagi chegaraning ba'zi yerlari muqim aniq edi. Ba'zi joylari bo'lsa urush vaziyatining o'zgarishi bilan o'zgarib turadi. Umuman aytganda, hammasi e'tirof qilgan jo'grafiyalik chegara mavjud edi. Yevro-Osiyo butun Shimoliy Yevropani, Yevro-Osiyo cho'ng quruqligini toki Beringen bo'g'izgacha o'z ichiga oladi. Okeaniya ikki Amerika qit'asi, Atlantik okeandagi orollar, Britaniya orollari, Avstraliya va Shimoliy Afrikani o'z ichiga oladi. Sharqiy Osiyo bo'lsa, territoriyasi nisbatan kichikroq, g'arbiy chegarasimi bir qadar turoqsiz bo'lib, u butkul Jungo, Yaponiya, Janubiy Osiyodagi davlatlar, Mongoliya, Manjuriya va Tibetlarni o'z ichiga oladi. Bular 25 yilning yoqi bir-biri bilan urush ichida edi. Hili A bilan B birlashib C'ga qarshi urush qiladi. Hili C A bilan birlashib B'ga qarshi urush qiladi. Ammo urush 20-asrning boshlaridagidek bir-birini undaq uzil-kesil yo'qotadigan xarakterda emas edi. Bu faqatla bir-birini to'liq bitchit qilishga qudrati yetmaydigan davlatlar orasidagi cheklik maqsadlarni ko'zlab qilinadigan urush edi. Bu urushlar aniq bir moddiy nishon yoki ro'shan ideologiyalik farq tufaylidan bo'lmaydi. Ammo bu hargiz u urushlar unda qonliq vahshiy emas, urushda xili rahim shafqat mavjud deganlik emas. Dal aksicha, o'xshashla hamma davlat urush asabiyligining hukmronligi ostida edi. Bosqinchilik, bulongchilik, bolalarni qirg'in qilish, aholilarni qul qilish, asirlarni tirik kumush va qaynitib o'ltirishdek ishlar normal sanaladi. Hatto bu ishlar dushman tarafdan emas, balki o'zi tarafidan sodir qilingandimi, madihiga loyiq ish hisoblanadi. Ammo bu urushlarga nihoyat yaxshi mashqlantirilgan, nihoyat oz sondagi alayda xodimlarla qatnashadigan bo'lib, urushdagi ulush, yorinishmi ozroq bo'ladi. Agar urush bo'lib qolsa-mu, nada bo'lganligini fuqarolar asosan bilmaydi, yoki faqat dengizlardagi strategik o'rinlarga o'rinlashtirilgan laylima istiqomlar atrofida bo'ladi. Davlatlarning ichidagi urush bo'lsa, faqat yemak-ichmak yoki boshqa iste'mol buyumlarining qis bo'lishi va pat-pat tushib turadigan raketa bombalarning vayronchiligi edi. Buningdimi undaq jiq odam talofatga uchirmaydi. Amaliyotda urush o'z mohiyatini o'zgartgan edi. To'g'rirog'ini aytganda, urush qo'zg'ashdagi muddao o'z nishondagi muqimlik tarafini o'zgartgan edi. 20-asrning boshlarida yuz bergan urushlardagi kichik muddaolar hozir bosh muddaolarga va asoslangan bosh prinsiplarga aylangan. Hozirgi urushning mohiyatini tushunish uchun
İttifaq tüzüşüş gerçi dövlətlər arasında davamlıq almışıb tursumu, uruş yanıla özgərməyəşkə, başta çoxum bu yerdə heç qaysı tərəfə nisbətən üzül-kesil qələbənin əsla mümkün bolmaydiganlığını tunub yetiş kerak. Birərsi bilan ittifaq tüzüşkən təqdirdimi heç qaysı tərəf bir-birini to'liq bo'ysundira olmaydi. Ularning kuchimi asosan tanglashib qoladi. Tabiiy mudofaa to'saqlarimi nihoyatda mustahkam Yevro-Osiyo o'zining poyonsiz zimini bilan obdalla qo'g'dina oladi. Okeaniya bo'lsa Tinch okean va Atlantik okean orqali o'zini mudofaa qila oladi. Sharqiy Osiyo bo'lsa o'zining munbat tuprog'i va ishchan aholilari orqali o'zini saqlab qola oladi. Ikkinchidan, bu yerda urushqa pilta yoki nishon bo'lgan moddiy manfaat yo'q. Hamma davlat o'z-o'zini qamdaydigan iqtisod qurilmasi qurilgan bo'lg'ashqa, ilgirki hayot mamatqa chetishliq bozor, boyliq talishib urush qilish hamda o'z ahamiyatini yo'qotgan. Bu davlatlarning zimini haddidan ziyoda kengri bo'lg'ashqa, hammasi o'ziga kerakli tabiiy boyliqlarni o'z chegarasi ichida ola oladi. Agar bu urushlarning bir moddiy nishoni bor deyilsa, u bo'lsa-mu emgak kuchi talishishdir. Uchala davlatning chegarasiga tutishilgan hech qaysi davlatga tava emas, Tangir, Brazzaville, Darwin va Shangan qatorliq 4 rayon yer shari nufusining 5 dan 1ni tashkil qiladi. Mushu rayonlarni va shimoliy muz quruqligini talashish uchun bu 3 davlat doim bir-biri bilan tirkishib turadi. Amaliyotda bulardan hech qaysi bu rayonlarni amaliy kontrol qila olmaydi. Bu rayonlarning ba'zi joylari davomli qo'ldan qo'lga o'tib turadi va uni faqat ushtumtut hujum bilanla besib olg'ili bo'ladi. Shu sababdanmi ittifoqdoshlik davomli almashib turadi. Bu rayonlarda kon boyliqlari mo'l bo'lib, uningdan boshqa yana kauchuk degandek intayin muhim ziroat mahsulotlari chiqadi. Kauchuklarni sovuq rayonlarda pishiqlab ishlashning tanarqi yuqori. Hammadan muhimi bu yerlarda tugamas arzon emgak kuchi bor. Qaysi davlat Shimoliy Afrika, O'rta Sharq, Shimoliy Hindiston yoki Indoneziya taqib orollari qatorliq joylarni egallab olsa, necha 100 million arzon va ishchan emgak kuchiga erisha oladi. Bu rayonlarning aholilari doim oshkora holda qulluq o'rniga tushib qoladi va ishg'oliyatchilarning qo'lidan qo'liga o'tib turadi. Va bu aholilar ularning orasidagi texmi ko'p zimin, texmi ko'p emgak kuchi qo'lga keltirishni maqsad qilgan harbiy hozirliklar musobaqasida xuddi ko'mir yoki neftga o'xshash sarf qilindi. Bu jarayon xuddi bir davriy halqadek uzilmasdan takror davomlashadi. Shunisi diqqatga sazovarki, urush hargiz yuqorqi rayonlardan halqib ketmaydi. Yevro-Osiyoning urush fronti doim O'rta dengiz va Kongo o'ymonligi orasida bo'ladi. Hind okeani va Tinch okeanidagi orollar doim Okeaniya va Sharqiy Osiyoning qo'llarida almashib turadi. Sharqiy Osiyo bilan Yevro-Osiyoning o'rtasidagi Mongoliya bo'lsa, azaldan tinjimaydi. Ikki qutbdagi odamzod o'ltiraqlashmagan kengri rayonlar to'g'riliq bu 3 davlat o'zining egilik huquqini da'vo qilishidi. Lekin bu 3 davlatning kuchi asosan tangpon. Bu davlatlarning markaziy rayonlari bo'lsa, urush o'tidan yiroqda. Uningdan boshqa ekvator atrofiga joylashgan emgak kuchlarimi dunyo iqtisodiga unchalik zarur emas. Bularning ishlab chiqarganlari faqat urushqila ishlatiladigan bo'lg'ashqa, iqtisodga tuzuk foydasi yo'q. Urush qo'zg'ashning maqsadi ikkinchi qitim texmo yaxshi urush qo'zg'ash ustunligiga ega bo'lish uchundir. Qul qilingan aholilarning amgagi orqali bundaq urushning portlashi texmo tezlashidi. Agar bu amgak kuchlari mavjud bo'lmagan taqdirdami, dunyo jamiyatining qurilmasi va bu qurilmaning davomlashishi hech qanday ta'sirga uchramaydi. Hozirgi zamon urushining tub maqsadi qo'sh tafakkur prinsipi bilan birdaklikni saqlagan bo'lib, urushning maqsadini ichki partiyadagi rahbarlar birla vaqtda ham biladi, ham bilmaydi. Kishilarning turmush saviyasini yuqori ko'tarish bo'lmasdan zavod ishlab chiqargan mahsulotlarni ishiltib tugatishdir. 19-asr oxirlashgandan boshlab ishlab chiqarilgan ishinchi tovarlarni qandoq bir taraf qilish masalasi sanoatlashgan jamiyatlardagi bir yoshurun bosh qitimchiligiga aylandi.
Hozirning o'zidimi nihoyatda oz sondagi odamlarla jigudek narsaga erishayotgan bo'lsa-mu, ammo bu yanada ta'xirsiz masala emas. Eshincha mahsulotlarni sun'iy ravishda vayron qilayotmagan taqdirdimi, bu yanada jiddiy hal qiladigan masalalar qatoriga kirolmaydi. Ham yana davomli mushundaq bo'lish ehtimoli kuchlik. 1914-yildan burungi dunyoga silishtirganda hozirgisi bir och yalang'ochlik qoplagan vayroni dunyodir. Shuning bilan birga faraz qilg'ili bo'ladigan yaqin kelgusida ahvolning texmo echinishlik bo'lishi muqarrardir. 20-asrning boshlarida har qanday bir savodli odamning ong tasavvurida kelgusi dunyo intayin boy-bayoshat, rohat-farog'at, tartiblik, pokiza, unumlik, valildab turadigan aynak, oppoq siminot, po'latlardan qurilgan bir dunyo edi. Fan texnika odamni tong qoldiradigan suratda taraqqiy qilgan hamda yana davomli taraqqiy qiladigandek tuyulgan edi. Ammo uzilmas urush, inqiloblar paydo qilgan nomrodlik tufaylidan undaq bo'lmay qoldi. Buning qisman sababi shuki, fan texnikaning ilgirilishi tayinadigan tafakkurdagi tajribachilik metodi yo'qolib ketdi. Chunki mustahkam rejimlashtirilgan jamiyatda bundaq tafakkur metodi mavjud bo'la olmaydi. Umuman aytganda, dunyo 50-yillardan burunqiga silishtirganda texmo ibtidoiy holatga qaytib ketdi. Ba'zi sohalar bak yuksaldi. Urush, josuslik, ishpiyonlikqa munosabatlik texnika uskunalari bakla ilg'orlashib ketdi. Ammo boshqa ilmiy tajriba va ijodiyat kashfiyotlar asosan degudek to'xtab qoldi. Hamda 50-yillardagi atom bombasi paydo qilgan baloyi ofat texcha to'liq asliga kelib bo'la olmadi. Ammo mashina uskunalardan keladigan xavf-xatar hali ham mavjud. Mashinalar eng dastlabda maydonga kelganda barliq aqliy hushi joyida kishilar amdi odamlar ig'ir emgaklardan qutuldi. İnsanlar orasidagi barobarsizlikmi yo'qolib ketadi deb o'ylashqa edi. Agar mashinalar haqiqatan ashundaq maqsadga ishlatilgan bo'lsa, ochlik, nomrodlik, kasallik, mehnatchilik, savodsizlik bir necha avlodga qolmayla tugab ketadi. Ammo amaliyotda mashinalar bundaq maqsad uchun ishlatilmadi. Faqat o'zining avtomatik ish jarayonida tarqitib o'tmasa bo'lmaydigan g'oyat zo'r boylik yaratdi. Bu mashinalar 19-asrning oxirlaridan 20-asrning boshlarigacha bo'lgan 50 yilga yaqin vaqt ichida kishilarning o'rtacha turmush saviyasini haqiqatan yuqori ko'tardi. Biroq yana shu ayon bo'ldiki, boyliqlarning bundoq umumyuzlik eshishi tabiiy tuzumidagi jamiyatlarning mavjudligiga tahdid paydo qildi. Hammaylar qisqa vaqtlar ishlab, yemak ishmigi to'liq, to'nglatqu munchilari bor uylarda yashab, mashina hatto aeroplanga erishib qolsa, jamiyatdagi eng ro'shan va eng muhim bo'lgan barobarsizlik yo'qolib ketadi. Agar bu xil ahvol umumlashib ketsa, boylik kishilar orasida farq shakllantirolmaydi. Albatta, boylik barobar taqsim qilingan, shuning bilan birga huquq oz sondagi kishilarning qo'liga markazlashgan jamiyatni tasavvur qilish mumkin. Biroq bundaq jamiyatning muqimligi sijil davomlashmaydi. Agar rohat, farog'at va bexatarlikdan hammaylar barobar bahramon bo'lsa, u holda odatda nomrodlik bilan nodonlashadigan keng ammo savodliq bo'lib qoladi va o'zining manfaati uchun o'ylanishga o'rganib qoladi. Navoda ular shunda qilib qolsa, ular jamiyatdagi hiliqi imtiyozliqlarning amaliyotda hech qanday bir roli, ahamiyati yo'qligini tunib yetadi-da, ularni supurib tashlaydi. Uzoq tarix jarayonidan qaraganda, bir oligarxiyalik jamiyat faqat nodonlik va nomrodlik asosida mavjud bo'la oladi. Shunda qilib bu qitimli kitob o'qishimiz mushargacha bo'ldi. Davomini kelar qitim o'qiymiz. Xayr, xo'sh, Allohga omonat. A'zo bo'lishni unutmang.